Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Xayrli kun bo'lsin. Salomatmisiz? Omonat dunyoda omonmisiz? Mana sizga yana bolalaringiz uchun ham, o'zingiz uchun ham eslatib qo'ymoqchi bo'lgan narsam, mana kalsiy xlorli suv bor-ku, mana 5% kalsiy xlorli suvi. Bu hali aptekalarda o'zi tayyorlanadi. Biz hali Oltiariq tumanida yashaymiz. Biz Abdulboqi Rahmali Abdulboqi hoji buvani aptekalari, shular nomidagi aptekada tayyorlanadi. Mana o'zi menimcha rayonlarda, aptekalarda ham tayyorlansa kerak. Kalsiy xlorli 5% suvni foydasi rosa kuchli. Biz bolalarimizga yoshligida shu yo'talib qoladigan bo'lsa, ortiqcha ukol tabletkalar nima qilinmaganda, buyurilmaganda, shu kalsiy xlorli suvni ovqatdan 15 minutdan keyin bir katta qoshiqda bir qoshiq yoki 2 qoshiq buyurilardi. Mana kalsiy xlorli 5% suvi. Rosa ham foydali, unchalik qimmat emas. Hozir shuni 6000 ga oldik. Keyin mana qizilmiya suvi. Qizilmiya ildizini ichadigan yo'talga shu ham eng foydali. Shu kalsiy xlorli suvi mana, keyin mana qizilmiya. Haligi ortiqcha nimalari yo'qda, zararli kimyoviy moddalar yo'q demoqchiman. Keyin men mana o'zimga nima bilan, non soda bilan suv tayyorlab oldim. Og'izda burunni chayqashga mana suv tayyorlab qo'ydim. Hozir yotqizilib olgan holatda sizlarga ko'rsatyapman. Ataylamoq syomka kadr chiroyli chiqish uchun yotkizib olyapman-da. Koreyada bo'lsa mana, Koreyada tomoq chayqashga beradi mana. Qancha shu mahal necha grammdan mana idish qopqog'i ham hattoki grammlik, necha grammdan qaysi yosh bolaga, yosh kattalarga necha yoshdan necha yoshgacha deb buyurib qo'yadi mana grammi, mana bu yoqda mana bir kunda necha mahal nima qilishi aptekada yozib ham beradi birato'la. Flomasterda, qora flomasterda har bitta doriga qana ichilishi, necha yoshdan tushuntirib beradi. Hali nimani ko'rganda esiga kelsin deb ham deng. Shuning uchun demoqchiman, kasal bo'lmanglar. Haligi O'zbekiston o'zimiz sharoitida hali ortiqcha dori-durlardan ko'ra mana hozir demoqchiman, shularni foydasini va o'zlaringiz bilasizlarki, bir eslatib qo'yapman xolos. Kalsiy xlorli suvi 5%, qizilmiya ildizi foydali demoqchiman. Keyin mana non soda bilan tuzni aralashtirib tayyor iliq suv tayyorlab olsalaring, alla bo'lib tayyor bo'lib tursa, shu tomoqlaringni g'arg'ara qilib, burunlaringni g'arg'ara qilib chayqashga rosa oson usulida mana hozir mana nimani suvi bor. Sizlarga yotqizilgan holatda ko'rsatish uchun qo'yib qo'ydim xolos. Kasal bo'lmanglar, kuninglar xayrli o'tsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Doktorga ham, milisiyaga ham ilohim hech kimimizni tushmasin. Savobli ishda bardavom bo'laylik. Like bosib tarqatib qo'yinglar, a'zo bo'linglar. Bu sizlarning savoblaring, bu energiyalaring, ko'zlaring nuri ketishi ham hammasi ihsonimiz. Birgalikdagi siz va biz ihsonimiz bilan Xudo xolasa.